Assalomu alaykum. O'zi bu chorva YouTube kanali muxlislari. Yurtimiz, qadrli yurtdoshlar. Sizlar uchun Bektemir tumani Amuna mahallasidan bir akamiz uyga kelib syomka qilishni boshladik. Videoda oldindan uzr so'raymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, 7 bosh qo'chqorlari bor ekan. Hisori tish buzmagan, tish buzishga kelib qolgan 7 bosh qo'chqorlari bor ekan. Mana. Tanajoni sog', yem yeb turgan. Yo'q o'tib. Hamma ma'lumotlarni o'zlaridan olamiz. Ana jonivorlar, oldi orqa ko'rinishlari. Tanajoni sog', yem yeb turgan bular? Ha, yem yeb turganmi? Yem yeb turgan. Yirik narsalar, tanajoni sog'. Shu 11-12 oylik qo'chqorlar. Tish buzishga kelgan. Bu yon to'sib turasiz. Bemalol kelib ko'rib, tanlab olsanglar bo'lar. Donaga ham sotasizmi yo bir joydami? Donaga ham sotiladi. Donaga ham sotiladi. Hammasini olsa xayri bor. Bir joyda nech puldan? 5 milliondan xayrini qilamiz. 5 milliondan kam bor-a? Donaga olsa kelishtirasiz, plyus minus bo'ladimi? Qilamiz. Dastavkalari bor. Dastavkasini qilamiz. Dastavkasi Toshkent shahar bo'yicha ham yo respublika bo'yicha qilib berasizmi? Yo qaytarib yuboring. Ana oldindan ko'rinishlar. Jonivorlar. Bo'ylari taxminan shu 75-80. 75 plyusigada. 75 plyus, menimcha 75 dan kichkinasi yo'q bu yoqda. Ham 80 dumbalari o'ziga yarashgan mana hisorilar. Qo'shiga chiqarasanmi? Yo'q. Surxondaryoning hisorilari menimcha bular. Kelib chiqish shotdiki bo'lsa kerak. Telefon nomerlari 99lik 807 0582 99lik 807 0582. Toshkent shahar Bektemir tumanida turibdi qo'chqorlar. Kelib bemalol ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Dastavkalari bor ekan. Mana. Yeb ichishiga bir hafta sinovi bor-a? Bor.